Assalomu alaykum. Hurmatli Muqat Qo'rg'on motor kanal qatnashchilari. Bugungi kunga 21-iyun 2024 yil biz O'zbekiston Respublikasi Andijon oblasi Buloqboshi rayoniga keldik. Şol yerda ma'lumot olib, bizga Navoiy loyiha ko'rsatib qo'yganlar. Bizga sponsor bo'lgan Qaymo sport klubi, jana Muzanayma sport klubi terim rozilik qilamiz. Hozir biz Andijon ko'chaning sentrida turamiz. Qarangizlar. Bu yerda samsaqona borgan, samsaqonani ko'rib o'tib ketamiz. Bizdan Navoiy loyiha ko'rsatib qo'yganlar. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Samsa qanchadan? Somsi 10 dan 30 gacha. 10 mingdan 30 minggacha, na? Jegana mormonda, ha? Aha. Sapsimaz ekan. Qarangizlar, oxo. Hozir 20 minut jarm soat taraf chiqib qolar ekan. Mesasi ham joyida ekan. Joyi bekar ekan. Kelib Andijonga ketganda o'ng joqqa kirsangizlar, shu yerda samsaqona bor ekan. Samsaqona hozir otdingmi? Oti. İsmi. Samsaqonani oti nima? Marhamat somsi. Marhamat samsaqonasi ekan. Kelajak o'taverasizlar, hurmatli o'g'illar. Mana ko'chani qarangizlar, ko'cha oxo. Tasmaza ko'cha ekan, ne? Atoqlar aytmoqchi, pay. Qarangizlar. Yüzüm zor ekan-da. Şu yerda bugun 3 kun musobaqa bo'yi bo'ladi. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikistondan kelgan polvonlar darajasi yurish bo'lib жатadi. Şol yerda ma'lumot olib, bizdan Navoiy loyiha ko'rsatib qo'yganlar, hurmatli o'g'illar. Qarangizlar. Bor jo'g'i joyinda. Hasan olmturdan keyin taroz boshlangan. Hurmatli o'g'illar, Abdulvoyit degan ukam menga xizmat ko'rsatdi, Alloh razı olsun demoqchimiz. Qarangizlar. Mana zoli qarangizlar. Oho, mana zoli qarangizlar. Shu yerda bo'y o'tkazsa ham bo'ladi ekanda. Qarangizlar. Sobir Hojining Buloqboshdagi sport zal ekan. Mashg'ulot zali. Bu yerda bo'y o'tkazsa ham bo'ladi ekan. Hurmatli qarangizlar. Yaxshi. O'zbekiston Respublikasi Andijon oblasi Buloqboshi rayoniga keldik. Mana tennis bor ekan. Tennis o'ynasang ham bo'ladi ekan, hurmatli. Qarangizlar. Oho. Bismillahirrahmanirrahim. Mana qarangizlar, kamiyat. Oho. Tanishib ko'rasizmi sen o'zi? Tanishib ko'rasizmi buni? Qarangizlar. Medal, polniy. Remesi. Shular qo'yilaverdi-ku. Yo'q, bular emas, yangi olib kelingan. Bu eski shogirdlar bolalar kelganda qisqasi, ha? Bolalar. Qarangizlar, sapsimazda kabineti. Hakimning kabinetiga o'xshashganda. Qisqasichi. Shu yerda yangi kamarlar pastda turgan musashlar qo'yiladi. Mana kubok bor ekan. Bugun sal salqinroq bo'ldi, kunch. Mana O'zbekistonning jilagi. Qarangizlar. Mana bolam xizmat qilib Alloh razı olsun. Oting kim deding edi? Abdulvohid. Qanchada yoshdasan? 15 yoshda. 15 yoshda. Maşallah, mana xizmat qilib u yoq bu yoq tanishtirib. Qarangizlar, o'g'illar. Diplom dedi. O'g'illar, ko'rdingizmi? Daha bir siyrak ko'rsatib qo'yinglar. O'g'illar hozir buletkasiga kirib ketdi hozir. Qarangizlar. Buletkana. Kitobxonasiga kirib ketdi. Shu yoqdan tortib chiqaramiz. Mana keldik kutubxona. Assalomu alaykum, qanday sopa? Yaxshi, ish bo'ldi, tinchsizlarmi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qarangizlar. Borda xizmatkorlar jo'q ekan bu yerda. Meni ko'rsatishim ham biladi, jigar ekan, e. Qarangizlar. Oho. Yaxshi yaptimi? Yaxshi. Mana qarangizlar. Bu letkasi ekan. Mayga o'tirib olinglar. Qachon sinfda o'qiysan? Ikkida. Maşallah. Ha? 5-klassda? Ne degan kitap? O'qish, ha? Bu juda qiziq. Jo'moq kitap bu. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qanday kitap? Ne degan kitap bu?
Jomo kitapmi? Muhabbat minora. Qancha yildan beri kirasiz bu yerga? 10-15 kundan. 10-15 kunda bir kelasan. Yo'q, 10-15 kun bo'ldi. Hmm. Qanchada o'qiysan? 4'te. Qaysi maktabda o'qiysan? 3-chi. Ha? 3-chi. 4'nchi? 4'nchi deganda maktab bor. Qanchada o'qiysan sen? Ha? Qanchada o'qiysan? 2-chi sinfda. 2-chi sinfda. Qaysi maktabda? 3-chi maktabda. 3-chi maktab. Nega kitob ekan bu? Kitobingni Kitobing nima? Oti. Hamadona Quyon. Qo'yim nima bu? Jomo kitobmi? O'zi Ha? Yo'q, yomon kitobmi deyapti. Yaxshi kitob. bir ot juda qarab qolgani uchun fermadagi haydalibdi. Do'stlik tulki unga yordam bermoqchi bo'libdi. Sening hali baquvvat og'ir mehnatga yaroqli ekanligini xo'jayinga ko'rsatib qo'yamiz. Qani yerga uzal debdi tulki. Keyin Asrorning yoniga uyga boribdi. Senga zo'r ziyofat topdim. Hayoli sal boshladi. Uning hayoli sal naridagi qamish uzor kelibdi. U yerdagi qamishlarni xuddi cho'ponning nayzaga o'xshardi. U darhol qamish uzorga boribdi. Bo'ldi. Ha. Prezidentimiz konferensiyada qardosh xalqlar davlatlarni yozuvchi shoirlarni asarlarini chiqarish konferensiyada aytgandan keyin mana shu taklif bilan chiqqandan keyin 100 tomli asarlarni biz oldik. Buni ichida qirg'iz ijodkorlarning asarlari bor. Barcha qardosh xalqlar adabiyotlari mavjudda bizda. Mana masalan mayda ko'rishingiz mumkin bu narsalarni. Albatta buni har bitta millatni o'zini tilida tarjima qilindi bular. Shuning uchun kitobxonlarimiz ko'plab o'qiyapti. Mana qirg'iz zamonaviy she'riyati antologiyasi bor bu yerda. Yaxshi. Chingiz Aytmatov asarlari bor. Husayn Nihol o'tkazdi asarlari bor bu yerda. Aziz Nesinlar. Ondan sizga bir so'radim. Manasdan Jetosiyat kitobi bor yo'q Manas kitobi? Yo'q, Manas haqidagi kitobimiz yo'q. Olim Lekin Osmonov maktabda ko'rganman. Mana Olim Osmonov tutquchi. Olim Osmonov yozuvchi bor-ku. Bu ham yo'q ekan, ha? Yo'q. To'lqa Chingiz Aytmatov ekan-da. Yo'q, Chingiz Aytmatov. Yo'q, Chingiz Aytmatov ekan-da. Mana masalan, mana qirg'iz zamonaviy she'riyat antologiyasida bunda ko'plab nimalarni ijodkorlarning ijod namunalari bor bunda mana. Mana bunda bor. Bo'ldi. Mana. Yaxshi, Alloh razı olsun. Bu kitobxona yaxshi kitobxona. Jaqiyevniki bor. Mayromxon Abdulqosimovniki bor. Hozir bu kitobxonaga kelib o'qib kelsangiz bemalol bo'ladi ekanda. Hozir Ko'plab anaqalarimiz keladi bizga, masalan, o'sha Paxtaobod qishlog'imizdan ijodkorlar, ana u kitobxonlarimiz bor-da, qirg'iz millatiga mansub qardosh xalqlar yashaydi u yerda. Shularning ko'pchiligi keladi bizga kitobga va biz o'zimiz vatanparvar tashkilotimiz bilan hamkorlikda ish reja qilganmiz. Shu asosda chorakda bir marta bibliobus xizmatini tashkil qilamizda, o'sha chekka qishloqlarimizga borib kitob targ'ibotini amalga oshirib kelamiz. Anda sizga bir so'raychi. Bu yerda kitobga kelsa, misol uchun odamlar pul to'lab o'qiyuvchi, jo'nda Bepul o'qiydi. uyga olib kelsa qanday bo'ladi? Uyga olib ketsa 15 kunga beramiz. Bu pasport, Pasportni nimalarini shaxsini tasdiqlaydigan hujjatlar asosida yig'iladi. o'quvchilar bo'lsa-chi, O'quvchilarga 10 kunga beramiz. 10 kunga. U metrikasi bilan, ha? Ularning metrikasi bilan pasport yoshiga yetganlarni pasportlarini qilib turib beramiz. Mana bizga o'sha bunda turistlar kelib qolsa, Qirg'izistondan, misol uchun Sizga o'xshagan Qirg'izistondan turistlar kelib qolsa, ularga uyga bera olmaymiz. Sababi ular kitobxonlarimiz hozir ko'ryapsiz, kitoblar juda qimmat narxlari, faqat yashab turgan manzilini olib turib shu yerga vaqtinchalikka beramiz lekin. Yaxshi. Masalan, kitobxon talab qilib kelsa, "Yo'q, men senga xizmat ko'rsatmayman" deyish bu noto'g'ri narsa. Ma'naviyat tarqatuvchimiz-ku. Beramiz albatta, faqat masalan gasinitsada yashashi mumkin, mehmonxonalarda yoki uy mehmonxonalarida yashashi mumkin. Shu manzilini olib turib ularga beramiz albatta. Anda sizga bir ikki so'raychi. Bu yerda aytmoqchi kitob bor ekan, soat qanchadan qanchagacha ishlaysizlar? Soat 8 dan
6gacha ishlaymiz. 8dan 5gacha ish vaqtimiz, 6gacha navbatchilarimiz turadi. Qaysi kunlar ishlaysizlar, qaysi kunlar dam olasizlar? Faqat yakshanba dam olamiz. Yaxshi, maşallah, Allah razı olsun, işinizde iyilik. Allah'ımız qo'llab ketmasin deb aytamiz. Rahmat. Baringizlar shu kanalga yozilib, kelayotgan bo'lsangizlar, Andijon oblasti Buloqboshi tumanidan kelsangizlar kitobxona bor ekan, shu yerda zoli bor, kelib Axborot bemalol. kutubxona markazi. Axborot tashqarida ko'rdim. olasiz. Telefon nomerlarini keragi yo'q emas, aytmaysiz, kelib kelsangizlar bo'ladi, bemalol. Men Qirg'izistonda yurgan juraman hozirchi. Kelib bemalol nima qilib kelsangizlar bo'ladi, mana qizlar o'zlari nima qilib berishayotgan, xizmat ko'rsatadigan, xudo xohlasa. Mayli o'taja, rahmat, Alloh razı olsun sizlardan. Shunchalik bunga ko'ngil bo'lib ruxsat berganingizlarga, ikki elning intimog'ini emib boyqadik, jo'xish ekan. Tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, ko'rishguncha. Xudo xohlasa nasib qilsa shu yerdamiz 3 kun kelib o'qib ketamiz. Tinch Barcha bo'linglar. qirg'iz qardoshlarimizga alangali salom. Ularda shunday bir yerda agar to'g'ri ayta olsam men aytib beraman. Ularga meni salomim bo'ladi shu narsa. Jonga aytdingizda-chi, bir nimada qiz buloqni bir yerini irdangiz, shuni bitta irda bering. Oldin qiz Yo'q. bular Shu, ansamblimiz. shu bitta kupletni irda beringchi. Birga jurdik bir dalay, aqllarim irg'alay. Hozir jo'qsin jonimda. Arman 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 ay. Maşallah. Bunu qancha jatdagan edingiz? Qancha yoshda jatdagan edingiz bu yerda? Qancha yoshingizda jatdagan edingiz bu yerda deyim? Bu yerda 18-20 yoshimda men Qaysi yillari? endi 85-yillarga to'g'ri keladi. Maşallah, işinizde iyilik, Allah'ımız qo'llasin. Mayli. Tinch zamonimizlar ko'rishga, tinch o'zida duo keladi, Xudo xohlasa, Alloh bersa. Hozir ko'rishga, tinch o'zida Muqat qolishni o'tayotgan Alloh sizdan xizmatingizda kelib kelsangizlar bo'ladi. Ko'rishga, tinch o'zida omon bo'lingizlar.